Assalomu alaykum Chimgan muxlislari. Mana bugun 3-oktyabr sanasida akamiz, Tilab akamiz, assalomu alaykum. Buxoro viloyatidan Vobkentdan tashrif buyurdilar. SF 404 modelini mana xarid qilgani keldilar akamiz. Shu traktor ma'qul keldi. Xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib berib, nasib qilsa chiroyli xizmatlar qiladi. Barakali traktor bo'ladi. Tilab aka, endi shu traktor haqida kim aytdi sizga, kim tavsiya qildi, yo qayerdan ko'rdingiz, shularni bir sizlar o'zingiz aytsangiz aka. YouTube'dan ko'rib, o'sha ana shunaqa nimalarni ko'rib, o'zimizga ham olgan odamlar bor. O'shalarni ko'rib, kelib, xudo xolasa xarid qilyapmiz. Traktor ma'qul bo'ldimi? ma'qul bo'ldi. Traktor ma'qul, haydab ko'rdingiz, yog'i, Ishlatib ko'rib, yana hammasini ko'rsatib berdik. Masalan, keyingi mijozlarga nima deb tavsiya berasiz aka shu traktor haqida o'zingiz? olishsin, men hali ishlatib ko'rganim yo'q Yo'q, endi. xudo xolasa ishlatib ko'rasiz, Ishlatib ko'rsam, keyin bo'ladi. barakali bo'lsa, keyin yana Albatta. Xudo xolasa, Ha, Tilab aka, xudo xolasa traktor barakali bo'lsin. Keyingi yil xudo xolasa bahorga chiqib, keyingi yil masalan 6 oydan keyin bahorga chiqib 500 so'rini olib kelish nasib qilsin aka. nasib. Yaxshi kunlarda xizmat qilsin, barakali traktor bo'lsin aka. Sog' bo'ling, charchamang. Sog' bo'ling. Akalar kelaverasizlar, Tilab akaga o'xshab chiroyli qilib yetkazib beramiz nasib qilsa. Sog' bo'linglar.